Assalomu alaykum. Siz Show Business kanalini tomosha qilyapsiz. Aziz do'stlar, bizlarni tomosha qilishda davom eting. Har kuni bir-biridan qiziqarli bo'lgan videolarni taqdim etishda davom etamiz. Bugungi sarlavhalarimizdan biri Ali Otajonov biografiyasi bo'ladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz obuna bo'ling, like bosing. Ali Otajonov 1987-yil 30-iyunda Xorazm shahrida tug'ilgan. Bolalikdan ijodga chaqqon Ali Orom bolalar guruhining solisti bo'lib, 13 yoshida Hindistonda bo'lib o'tgan Bixaman festivalida, 15 yoshida esa Italiyada bo'lib o'tgan yoshlar festivalida ishtirok etib keldi. Maktabni tugatgandan so'ng Ali Otajonov Hamza Hakimzoda Niyoziy nomidagi musiqiy kollejni bitirdi. Hozirda esa Toshkent davlat sharqshunoslik institutining turk filologiyasi fakulteti talabasi bo'libgina qolmay, o'z ijodini boyitishda davom etib kelmoqda. Uning 10 dan ortiq qo'shiqlari bor. Sevgi va kelinchak qo'shiqlari hozirgi kunda hit darajasiga yetdi. Shu bilan bugungi roligimiz tugadi. Keyingi roliklarda ko'rishguncha xayr.